Arafat Dağı'na geldik. Arafat Dağı. Burada hemen gelden inşallah. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli aziz hacıkalarımız, hacı analarımız, hozirda sizlar bilan bizni yetib kelib turgan joyimiz Arafat maydoni, Rahmat tog'i yaqinida turibmiz. Bu joyda aytib o'tganimizdek, Zulhijjaning 9-kunida har bir haj ibodatini bajarmoqchi bo'lgan hojilar borki, mana shuni Arafatda belgilangan maydoniga kelib bir muddat ibodat qilmaydigan bo'lsa, ularni hajlari haj hisoblanmaydi. Mana shu qarshimizda turgan tog' Arafat tog'i. Yana bir nomi bor, Jabalur Rahma, Rahmat tog'i ham deyiladi. Bu joyda Arafat deyilishligiga sabab otamiz Odam alayhissalom bilan Havvo onamiz jannatdan quvilib yer yuzida yurgan vaqtlarida mana shu